Ba'zi multfilm yovuz qahramonlari aslida boshdan yovuz bo'lib tug'ilmagan. Ular ham bir vaqtlar oddiy, hatto yaxshi niyatli qahramonlar edi. Ammo hayotdagi ayrim voqealar, xiyonat yoki adolatsizlik ularni asta-sekin qorong'u yo'lga boshlagan. Bugungi videoda multfilmlardagi yovuzga aylangan 5 ta qahramon haqida gaplashamiz. 5-o'rinda Super oila multfilmidagi Sindrom. Bir paytlar u oddiygina super qahramonlarga havas qiladigan bola edi. Uning eng katta orzusi Janob Ajabtovur bilan birga qahramon bo'lish edi. Ammo Janob Ajabtovur uni jiddiy qabul qilmaydi va yonidan haydab yuboradi. Shu kichkina voqea bolaning qalbida katta jarohat qoldiradi. Yillar o'tib u o'zining aql-zakovati bilan ixtirochilik qobiliyatini qahramonlarga qarshi ishlata boshlaydi. Aslida esa agar kimdir o'sha paytda unga ozgina e'tibor berganida, ehtimol Sindrom haqiqiy qahramonga aylangan bo'lardi. U ko'p narsa so'ramagandi, ozgina e'tibor bo'lsa bas edi. Va 4-o'rinda Megamiya bolaligidan boshqalardan farq qilgani uchun doimo masxara qilingan. Maktabda ham, jamiyatda ham u o'zini begona his qilgan. Shu sababli u asta-sekin yovuz rolini qabul qiladi, go'yoki hamma undan shuni kutayotgan edi. Ammo multfilmning haqiqiy qahramoni Metroman ham Megamiyaning ichida aslida yaxshilik borligini tushungan. Bu esa Megamiyaning butunlay yomon inson emasligini ko'rsatadi. Bu multfilmda ham asosiy sabab e'tibor bo'lgan. Va 3-o'rinda O'yinchoqlar tarixi multfilmidagi Lotso ayiqchasi. Tashqi ko'rinishdan u juda yoqimli, pushti rangli va quchoqni yaxshi ko'radigan ayiqcha. Ammo u aslida juda ayyor va manipulyativ yetakchi. Bir paytlar Lotso ham oddiy o'yinchoq edi, ammo egasi tasodifan uni yo'qotib qo'yadi. Eng og'riqli tomoni esa keyinchalik uning o'rniga boshqa yangi ayiqcha sotib olinadi. O'zini tashlab ketilgandek his qilgan Lotsoning yuragi sinadi. Shu jarohat uni asta-sekin sovuq va shafqatsiz qahramonga aylantiradi. Va 2-o'ringa o'tishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rab qolardim, chunki 99% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Bu juda yomon degani, agar hamma obuna bo'lsa, Mr. Beast'dan ham o'tib ketarkanmiz. 2-o'rinda Simba multfilmidagi Scar. Scar ko'pchilik uchun shunchaki xoin, yovuz sher sifatida tanilgan. Ammo uning hikoyasida ham murakkab tuyg'ulari bor. U har doim akasi Musafa soyasida yashagan. Musafa kuchli, dono, hammaga hurmatli shoh edi. Scar esa doimo 2-o'rinda qolgan. Ichidagi hasad va taxtga bo'lgan istak oxir-oqibat uni qorong'u yo'lga boshlaydi. Ana endi navbat 1-o'ringa keldi. 1-o'rinni aytishimdan avval taxmin qilib ko'ring, qaysi multfilmdagi qahramonni aytaman. Va 1-o'rin Kung Fu Panda multfilmidagi Tai Lung. Tai Lung haqida avval ham video qilganman. Agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni tavsiya qilaman. Zo'r video chiqqan. Tai Lung kichikligidan buyuk jangchi bo'lish uchun tarbiyalangan. Uning ustozi Shifu doimo unga uni buyuk taqdir kutayotganini aytib kelgan. Shifu uni ajdarho jangchisi bo'lish uchun tayyorlagan. Ammo donishmand ustoz Ugway bu unvonni unga bermaydi. Yillar davomida ishongan ustozi Tai Lungni juda xafa qiladi. Shu xiyonat va adolatsizlik uni asta-sekin yovuz yo'lga boshlaydi. Bugungi video shulardan iborat edi. Aslida bunday voqealar real hayotda ham uchrab turadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoda aytilgan multfilmlarni yuqori sifatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalimning linki YouTube bioda yoki opisiyaniyada bo'ladi. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.